Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Mana hozir bitta video chiqaryapman. Shunday ko'nglim g'ashdi. Mo Mishari Rashid deydi, shuni hammamiz taniymiz. Ovozi rosa chiroyli. O'zi ham juda chiroyli odam. Bitta odam aytayapti-da, nima uchun shayton odamni adashtirib qo'yadi desa, u odam deydi, shayton odamni oldiga kelayotganda deydi, odam nima shayton qiyofasida kelmaydi. U juda bir chiroyli odam qiyofasida keladi. Shu bilan aldab qo'yadi deyapti. Shu mana Mishari Rashid ham o'shdagi iblis ekanda, iblis. Mana bu men Qur'onni nima qilib eshitib xatm qilardim-da. O'zbekchasini kitobda o'qib borardim, qulog'imga nimani qo'yib olib, naushnikda eshitib turardim arabchasini. Shuna qilib bir 200 martamiga yaqin xatm qilib chiqqanman. O'sha Mishari Rashidni ovozida. Shu agar har biriga 40 soatdan ketadigan bo'lsa, demak qancha bo'ladi? 10 tasi 400. 1200 soat eshitgan ekanman shu nimasini. Eshitib xatm qilgan ekanman. Juda yaxshi ko'rardim. Bu eng iblis degan mana shu iblis ekanda. O'shanda men nimada zonada yurganimda eshitib yurardim. Bir mujohid bola menga aytuvdi. Siz shuni ko'ryapsiz-ku, nimasi bor, kelib chiqqan, farzandlari xotini bilan chiqqan. O'shani ko'rsangiz, bunga umuman qaramay qo'ygansiz. Shunaqa iblis odam bu deb aytibdi. Ishonmadim. Mana hozir ishondim. Hozir endi post qo'yibdi nimaga, mana bu YouTube'ga. Bundaychasi aytganda rahmat nimaga, Trampga, Amerikaga. Mana Eronga mana do'zaxni ko'rsatib qo'ydi. Ularni azoblayapti deb xursand bo'lyapti. Bu qanchalik iflosligini qaranglarchi. Hozir o'sha yerda o'sha nimalar, shiyalar nima bo'lganda ham musulmon. Bu Amerika Yahud, shu nima deymiz endi, o'zi Yahudlikdan bilinsa bo'ladi. Yahudlar musulmonning eng katta dushmani. Hozir o'shalar tarafida turib Eronga qarshi gapiryapti. Nimaga bunaqa qilib bo'lsa, u ham bir saroy mullasi ekanda iblis. Shu saroy mullalari hammasi shu nimaga o'zini saroyda nimani to'g'ri desa shuni to'g'ri deydi-da. Bilasizlar, Saudiya, u ham Yahud malayi. Hozir mana urush boshlandi, nima Eron bilan Amerika o'rtasida. Hozir birga qo'shilib jang qilamiz deb turibdi Saudiya. Mana Birlashgan Arablar Amirligi, yana boshqa qaysi davlatlar. Ko'rdinglarmi o'shalar qanchalik iflosligini? O'shaning uchun biz birinchi dushmanimizni tanib olish kerak-da. Bizning dushmanimiz mana u 57 ta musulmon davlat deb aytilgan, musulmonlar yashaydigan davlat. O'shaning boshida turganlar kamida 50 tasi bizni va Allohning dushmanlari ular. O'sha nimaga Isroilga yordam berib, mana bu musulmonlardan G'azoda 100 mingga yaqinini o'ldirishdi. G'azoda tekislab tashladi. O'shanga yordam berib kelishdi. Mana hozir ham yordam beryapti. O'sha bundan keyin Mishari Rashid deganda telefoninglardan ham chiqarib tashlaylar, qalbinglardan chiqarib tashlaylar. Qiyomatda kimi yaxshi ko'rsanglar, o'sha bilan tirilasan degan. O'sha Mishari Rashid bilan tirilib qolmaylar. Hozir bunga avval qanday bo'lgan bilmayman. Mana shu post yozib, mana u Eronda go'daylar qanchasi qirilyapti. Ko'rdinglar, hali qizlardan 200 ta yosh qizlar, 12-14 yoshar qizlar ekan. O'shalar bir pasda mana shunchasini o'ldirib qo'ydi. Ularning ota-onalarini kuyganini qaranglar endi. Yana ular bir umr esdan chiqarmay o'tkizish kerak ekan o'sha hisobli kunlarda. O'shandan xursand bo'layotgan Mishari Rashid bu, men aytyapman-da, buni nima deb qo'yadi? Biz turmada o'tirlarda eng yomon odam kim desa, pidaraz deb qo'yadi.
Men ham shu yerda shunga o'tirganman, o'rgan nimadan eng yomon odamni pidaraz deymanda. Bu pidaraz ekan bu iflos. Shuni bilib olinglar. Shayton, iblis odamni nimaga adashtirib qo'yadi desang, u shunaqa nima chiroyli gapiradigan, odamni aldashga usta bo'ladigan odam nima usta bo'ladi-da, shunaqa qilib turib odamni aldab qo'yadi degan shay iblis. Bu ham o'sha shunga o'xshagan iblis nima ekanda, o'sha chiroyli bo'lib kelib odamni aldaydigan. Men bir odam bilan nima bo'lib qoldimda, uchrashib qolib aloqa qildik. U ham shunaqa juda chiroyli, yuzidan nur yog'ilib turgan edi. Bu iflos meni shunaqa aldab shu $4000 pul olgandan keyin shap bermasdan mana shu yuribdi-da. Ha desam, pulim yo'q deydi. Endi haligi o'sha mahalda u qarang. Menga bir tiyinlik foydasi tegmagan odam edi. Shu yuzida nur yog'ilib turgan, gaplarida haligi fasohat bilan gapiradigan, Allohning diniga qarshi bo'lganlarni shunday nafratlab gapiradigan odam edi-da. O'sha ham mana shunaqa iblis ekanda, qaranglar, ko'rdinglarmi? O'shunaqa iblislarga aldanib qolmaylik. Mana u iblis nimaga ziyon qilgan bo'lsa, u pulga ziyon qildi xolos. Pul topiladi. Lekin mana u iblislarni yaxshi ko'rib qalbga joylashib qo'ysa, yaxshi ko'rganingdan tirilasan deydi. Mana shu mishari rashk bilan tirilib qolmaylik. Sababi hozir mana Amerika, Yahud, Allohning eng katta dushmanlari shular. Shular mana u Eronda nima bo'lsa ham ular musulmon. Shu Yahudga qarshi urushyapti. Shu mana u 100 mingga yaqin musulmonni o'ldirgan G'azodagi Yahudga qarshi urushyapti. Unga yordam bergan, o'shani shu darajaga ko'targan Amerikaga qarshi urushyapti. Shunda o'sha Amerika bilan shu Yahudni maqtab turibdi. O'zimizni qutqaraylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.